Rumus Coworkingni sizlarga bugun jaydari qilib tushuntirib beraman. Ichida nimalar bor va nimalar qilsa bo'ladi. Bitta xonalarni ko'rsatib, sharoitlarni ko'rsatib o'taman. Tayyor bo'lsanglar, ketdik. Kirishingiz bilan sizni birinchi bo'lib kafe qarshi oladi. O'zi kafe kerakmi, kerak emas. Bu juda ham muhim. Sizni mehmonlaringiz kelsa, xolos siz meeting roomda yoki charchagan paytingiz bu yerda kofe, har xil ichimliklar, marojniy, bemalol desertlar yeyishingiz mumkin. Bu degani uzoqdan borib topmaysiz. Mana shu yerda o'zidan bemalol kelgan mijozlaringizni yoki uyingizni mehmon qilishingiz mumkin. Endi ichkariga ketdik. Eng muhim narsalardan bittasi bu Face ID, ya'ni siz rezidentsiz, faqat siz bu binoga kirishingiz mumkin. Begona odamlar o'zidan o'zi kelib, aylanib yura olmaydi. Faqat siz kira olasiz ichkariga. Bu reception, barcha ma'lumotlarni mana shu yerdan olishingiz mumkin. Bu bo'lsa kutish zali, mehmonlaringiz kelsa, mana shu yerda bemalol sizni kutib turishligi mumkin. Bundan tashqari bu yerda bemalol suhbatlar ham o'tkazish mumkin. Bu yerda kitoblar bor, bemalol olib o'qishingiz mumkin. Xonangiz ichida ishlab zerikkan bo'lsangiz, bu yerga chiqib ham bemalol ishlashingiz mumkin yoki kichkina suhbatlarni ham o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Coworking zonamiz umumiy 4 qavatdan iborat. -1 qavat, 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlar va bu yerda eng zo'r tomoni juda ham chiroyli interyer bo'lgan. Interyerda bemalol syomka qilishingiz mumkin. Syomkalar ancha chiroyli chiqadi. Bizda alohida telefonda gaplashishingiz uchun ikkita xona bor. Bu yerda onlayn mitinglarni ham bemalol o'tkazishingiz mumkin. Bitta ko'rishingiz mumkin. Bu yerda tozaligiga juda qattiq e'tibor beriladi. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Har 2 soatda kelib bu yerda tozalab turishadi. Tozalik birinchi o'rinda. Bemalol bu yerda tahorat qilishingiz mumkin bo'ladi. Sharoitlar qilib qo'yilgan. Bu open space'da alohida joy band qilsangiz bo'ladi. Agar bitta o'zingiz ishlaydigan bo'lsangiz yoki-da bu yerda soatbay kelib ham ishlab ketishingiz mumkin. Bu yerda kichkina suhbatlarni o'tkazish yoki-da ozgina dam olishingiz ham mumkin. Bu meeting roomga bitta e'tiboringizni qarating. Juda ham shina va barcha zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan. Ya'ni siz g'oyalaringizni va fikrlaringizni bemalol vizual ravishda mijozlaringizga ko'rsatishingiz mumkin. Hamkorlar bilan mana shu yerda suhbat o'tkazishingiz mumkin. Bizda umumiy 3 ta meeting room bor va meeting roomlarni bitta ko'rishingiz mumkin. O'rtoqlar, oshxonaning dizayniga alohida e'tibor beringlar. Bizda umumiy 2 ta oshxona bor. Oshxonada sharoitlar qanaqa? Mikrovalnovka bor, muzlatgich bor, kullar bor. Bemalol oshxonada maza qilib foydalanib ovqatlanishingiz mumkin. Bu yerda alohida shkaf bor. Bu yerda kiyimlaringizni, sumkalaringizni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu asosan dediket olgan joylar uchun, chunki ularda xona bo'lmaganligi sababli buyumlarni bemalol ushbu shkaflarga qo'yib qo'yishligi mumkin bo'ladi. Bu xonani sizga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Relax room, ya'ni dam olish xonasi. Keling, bitta ko'ring. Bu yerga popolani yechib olamizda. Bemalol bu yerda ishdan charchagan payt dam olishimiz mumkin. O'ng tomoningizda divan ham bor. Divanni ham ozgina mizg'ib olish mumkin. Bu ishlaydigan odamlar uchun juda ham muhim. Har bitta qavatda mana shunaqa alohida o'zini yumshoq zonalari bor. Bundan tashqari bemalol bu yerda choy, kofe tayyorlab ichishingiz mumkin. Bu yerda shirinliklar ham bor. Bu ikkinchi qavatda yumshoq zonasi. Bu yerda ham bemalol kichik suhbatlar o'tkazishingiz mumkin. O'zingizni shaxsiy brendingizni yoki kompaniyangizni syomkasini qilsangiz ham juda ham chiroyli chiqadi. Bu yerda printer joylashgan va shkoflar joylashgan, narsalar ham qo'yishingiz mumkin. Xohlagan payt printerlardan foydalanib, o'zingizni hujjatlaringizni chiqarib olishingiz mumkin. Bizda agar bitta o'zingiz ishlamoqchi bo'lsangiz, bitta o'zingiz ishlash uchun ham sharoit bor. 10 kishilik jamoangiz bo'ladigan bo'lsa, 10 kishilik xonalar ham bor va har bitta kreslolar ergonomik bo'ladi. Qisqasi, sifatli ishlash uchun kreslolar juda ham muhim va svetlar ham juda ham muhim hisoblanadi. Rumus Coworkingga 24/7, 24 soatda bemalol o'zingiz xohlagan vaqtda ishlashingiz mumkin bo'ladi, kirishingiz mumkin bo'ladi. Qisqasi, sizni Rumus Coworkingda kutib qolamiz. Agar savollaringiz bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Izohlarda savollarga javob berib o'tamiz.